Assalomu alaykum barchaga. Xayrli kech. Bitta holatni aytmoqchiman. Hozir bitta 80 yoshli onaxon keldilar. Ya'ni o'g'illarini ematisini ko'tarib, akasi nima bo'lgan o'g'illarida manual terapiyaga borgan. Men klinika nomini aytmoqchi emasman. Qo'llar manual terapiya bilan shug'ullanadigan klinika. Borganlar MRT bo'lmagan qo'llarida hech qanaqa, ular shu o'zlarini qanaqadir muolajalarni o'tkazishgan. Undan keyin qo'l oyoqda slabist paydo bo'lib qolgan. Ya'ni hol yo'q, qo'l oyoqda kuch kamayib ketgan. Keyin MRT qilishgan, MRTni olib keldilar, ko'rdim. Bo'yinda 5-bilan 6-bo'yin o'rtada stenoz bo'lgan, o'sha kanal torayib qolgan. Uni manual terapiyada balkim cho'zishgandir bo'yinda, balkim burashgandir, balkim qirsilashgandir, aniqini so'rab o'tirmadim. Xullas, bunaqa holatga kelishga bemorning o'zini ham aybi bor, shu bilan shug'ullanayotganlarni ham. Maslahatim, ko'rona sizda MRT bo'lmasdan turib, o'zizda har xil manual terapevt, har xil grijani davolayman deydigan tabiblarga o'zizda topshirishingiz kerak emas. U sizning qo'lingizdagi narsa. Bemorda nimadir muammo bormi? Birinchi MRTda ko'rish kerak. Nima muammo? Manual terapevtlarni ham ba'zilari MRTni o'qishni biladi, ko'radi, muammo bo'lsa qilmaydi. Ko'rona bunaqa qilish bu o'ta noto'g'ri narsa. Menda praktikada bo'lgan, bemor kelgan, bo'yinni qirsillatganda qo'l oyoq ishlamay qolgan. O'shanaqa narsa qolgan bemorlarda ham bo'lmasligi uchun maslahatim, qanaqadir muammongiz bormi, birinchi MRT qilish kerak, ko'rish kerak. Muammo bo'lmasa, ya'ni orqa miyasi hech narsa ezib turgan bo'lmasa, kanallaringiz ochiq bo'lsa, keyin manual terapevtga borsangiz bo'ladi. Boshqa hollarda manual terapevt sizga muammongizni hal qilish emas, muammongizni ko'paytirib beradi. O'shuning uchun o'zingizning sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling.